أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ibrohim alayhisalom Allohdan boshqani sevmas edi. Ismoil alayhisalom tug'ilganda unga bepisand bo'lib tashlab Alloh yo'lida ketdi. Vaqtiki qaytib kelganda u voyaga yetib navqiron bo'lib qolgan edi. Unga qalbida muhabbat paydo bo'ldi. Shu sababdan Alloh Ismoil alayhisalomni qurbon qilishga buyurdi. Bo'yniga pichoq tortganda shu muhabbat chiqib ketib bo'lgan edi. Shu sabab pichoq uni kesmadi. Alloh o'z kalomida shunday deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ular shundaylarki, turganda ham, o'tirganda ham, yonboshlaganda ham Allohni zikr qilib eslaydilar. Bu hech qachon Allohni unutmaydilar deganidir. Inson qanchaki bir narsani sevgisi eng baland bo'lgandagina uni tursa ham, o'tirsa ham, yotsa ham eslaydigan bo'lib qoladi. Bu hamma narsani sevgisidan ustun bo'lishga ishoradir. Kishi ota-onasiga, bola-chaqasiga, ustoziga, do'stlariga nisbatan muhabbatli bo'ladi. Har qaysisiga ma'lum bir darajada muhabbat tuyadi. Endi eng ustun bo'lgan sevgi kecha-kunduz xayoldan ketmay qoladi. Alloh o'z sevgisi ana shunday hamma sevgilardan ustun bo'lishini istaydi. Alloh taolo Baqara surasida shunday marhamat qiladi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar Allohga muhabbati qattiqroqdir. Insonda turli muhabbatlar bor. Masalan, vatanga muhabbat, uyga muhabbat, biror taomga bo'lgan muhabbat, ulovga bo'lgan muhabbat, bola-chaqaga bo'lgan muhabbat, jufti haloliga bo'lgan muhabbat, hokazolar. Shular orasida eng qattiqrog'i Allohga bo'lgan muhabbat bo'lishi kerakligi ushbu oyatda ishora qilinmoqda. Demak, hamma narsaga muhabbat bo'lsa mayli, ammo eng ustuni, hammasidan balandi Allohga bo'lgan muhabbati bo'lsin. Tunu kun turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham uni esidan chiqarib qo'ymasin. Dunyo va oxiratda najot mana shu muhabbatdan keladi. Bunday inson haddidan oshib buzilib ketmaydi. Alloh uni qo'riqlaydi inshaalloh. Shaqiq Balxiyni bir kishi tushida ko'rib, Alloh sizga qanday munosabat ko'rsatdi deganda, u zot Alloh meni kechirdi degan ekan. O'shanda u olamdan o'tgan edi. Ma'ruf Karhiyni-chi degan savolga, ma'rufni darajasi shu daraja baland ekanki, biz unga yulduzlarga qaragan kabi qaraymiz. Sababi uning amallari barchasi shavqdan bo'lgan ekan deydi. Amallar qo'rqishdan bo'ladi, so'ng muhabbat shavqidan bo'ladi. Eng oliysi ana shu muhabbat shavqidan bo'lgan ekan. Ma'ruf Karhiy duosi mustajobligi bilan mashhur bo'lgan kishilardan edi. Hatto u zotning qabrlari oldida ham duolar qabul bo'lishi mashhurdir. Bu u zotga Alloh tarafidan berilgan karomatlardan edi. Alloh taolo bir kishini duosini ijobat qilishni xohlasa, tirik va o'lik holda tursa ham ijobat qilaveradi. Bu hadisda shunday keladi: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Hayati khayrul lakum, tuhdithuna va yuhdathu lakum, va vafati khayrul lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aytu min khayrin hamidtullaha alayhi, wa ma ra'aytu min sharrin istaghfartu lakum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deydilar: Hayotim sizlar uchun yaxshilik, o'limim sizlar uchun yaxshilik bo'lib, amallaring menga ko'rsatiladi. Yaxshi bo'lsa Allohga hamd aytaman, yomonlik ko'rsam sizlar uchun istig'for aytaman. Bazzor rivoyati, rijoli sahih. Hofiz Sirojiddin bin Malikkan Shofiy faqihlaridan biri edi. U shunday deydi: Zahabtu ila qabr ma'rufin al-Karhiyyi wa da'awtu Alloha iddatan marratin. والأمر الذي كان يصعب علي ينقطع عندما أدعو الله هناك عند قبره. Ma'ruf Karhiyning qabriga bordim. U yerda turib Allohga duo qildim. Buni bir necha bor qilgan bo'lsam, har doim hojatim ravo bo'lardi.
Abdullah binni Abdurrahmon binni Muhammad Zuhriy shunday deydi: Qabru ma'rufin al-karhiy mujarrabun li qado'il hawaij. Ma'ruf karhiy qabri hojatlar qazo bo'lishida mujarrab bir o'rindir. Abdullah Mahamiliy shunday deydi: A'rifu qabra ma'rufin al-karhiy منذ 70 sana. Ma qasadahu mahmum illa farrajallahu hammahu. Ma'ruf karhiy qabrini 70 yildan beri bilaman. Qancha g'amginlar u yerni qasd qilganini, so'ng Alloh g'amlaridan xalos qilganini bilaman. Ma'ruf karhiy sirri saqotiga qachonki Allohdan biror hojating bo'lsa, meni nomimdan qasam ichib so'ra, inshaalloh taala ijobat qiladi deganlar. Ulamolar qabri ma'ruf tiryaqun mujarrab, ma'rufning qabri zaharni kesuvchi tiryaq kabi ta'sirchandir deganlar. Bu insonni Allohga bo'lgan muhabbati va uning shavqi bilan ibodat qilishi natijasi naqadar ulug' ekanidan bir darakdir.